Alo chiqqan? Olgan lyustrani ahvolidan qara. Uyning dizaynini umuman to'g'riga mindiribdi. Bozorda arzon bo'lgani oldim, hamda sotuvchi любой dizaynga tushib ketadi deb aytdim menga. Ishonchsiz yerdan olgandan keyin shunday bo'ladi chiqqan. Ham dizaynni ham tanlashni bilish kerak axir lyustrani. Uyni mos etib tanlash kerak. Esa urgat nechta lyustra olishni men bilmayman-ku. Ko'pchilikda bo'la turgan muammolardan biri ofisingiz yoki uyingiz dizayniga mos bo'lgan lyustralarni tanlashda ko'pchilik qiynalishadi. Shunday muammoga duch kelmasligingiz uchun hozir sizga to'g'ri uslubda lyustra tanlashni o'rgatib chiqamiz. Birinchi o'rinda eng katta muammolardan biri lyustra tanlayotganda xonani o'lchamiga mos bo'lgan lyustra tanlamaydi. Katta zal yoki mehmonxonangiz diametri kengroq lyustra, kichikroq xonangizga esa ixchamroq lyustra tanlashingiz kerak. Ikkinchi o'rinda esa xonangiz dizayniga, masalan, minimalizm, klassik, loft va high-tech dizayniga kirsa, siz tashqi dizaynni shu obrazga mos bo'lgan lyustra tanlashingiz kerak. Siz uchun eng qulayi La Candela do'koniga tashrif buyuring. Bizning sotuvchilarimiz uyingiz dizayniga mos bo'lgan eng yuqori sifatdagi lyustralarni tanlab berishadi.